Mana buni yig'ishtirib o'tirsang bo'lmaydimi, ha? Yoyib tashabsan hamma joyi. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Shahzodda mazasi yo'q ekan. Nima bo'pti? 2 kundan beri ishga chiqmayotgan ekan, bir borib xabar olib kelaylik. Yaxshi bo'ladi, ketdi. Alo. Ha, onasi. Ha, ne yig'layapsan? Yig'lamasdan tushuntiribroq gapir, nima dedi doktorlar? Qanaqa javob o'ylab gapiryapsanmi? Javobini bermayman. Ularni qo'lida emas. Kerak bo'lsa chet elda davolataman. Bir kun hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti, o'ylama. Uyda gaplashamiz. Ha, o'rtoq. Tinchlikmi? Yana o'sha farzand mavzusida o'rtoq. Tushunarli. Mana Bir kilo bo'ldimi? yana bu narsa kerakmi? Yo'q, rahmat. Mana shuni ham hisoblab oling. Xo'p, bo'ladi. Buni nima qilasan? Bolasi bor-ku. Ha. Buni ham narxini aytib o'rasiz. Bo'ldi, aka. Kim u? Biza keldik, Shahzod. Hozir. Qani Yaxshimisan o'zi? Kirur. Tuzalib qoldingmi? Ha, Allohga Ha, shukr. yurur. Ay, mana buni yig'ishtirib o'tirsang bo'lmaydimi, ha? Yoyib tashabsan hamma joyi. Onasi qaramaysanmi o'g'lingga? Yig'ishtirib qo'ymaysanlarmi? O'rtoq, urushma, qo'yur. Bola-ku. Ko'rmaysanmi endi? Mayli, yur. Saidjon, mana buni bir ko'ring-chi. Keling. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Bu sizga. Voy, rahmat amaki, zo'r ekan. Ha, barakalla. Arzimaydi. Mayli, o'ynayvering. Yaxshi keldinglarmi bolalar? Ko'rib xursand bo'ldim. O'zing yaxshimisan? Rahmat, Allohga shukr. Shu farzandingga bekor baqirding-da, o'rtoq. Shu san to'zg'oqayotgan uyingda farzandlaringni baxtli bolaliga o'tyapti-da. O'rtoq, bolali uy bozor, bolasiz uy mozor deyshadi. Bu ham g'animat. Oradan 4-5 yil o'tib, shu holatda ham qumsab qolasan. Keyin qani edi mana uyimda mana shunaqa bolalarni kulgusi, baqir-chaqiri, to'zg'onligi bo'lsa, butun borimni beraverardim.